Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Meni sog'lig'imni so'ramang. Vaziyatni so'rang. Vaziyat yaxshimi, shef deng. Boshqani boshqa sizni nima deb yapti deng. Vaziyat tushundim, shef. Qo'lingizda keladimi, kelmaydimi shuni gapiring. Men salomatchiligimni so'ramang, uka. Yo'q, bo'ldi, shef. Men salomatchiligimni so'ramang hech qachon, uka, bundan keyin. Bo'ldi, tushunarli, shef. Asal olsam, kasal olib yotib qolaman, o'lib qolsam o'lib qolaman, uka. Siz ishingizni bilib qiling. O'zingizni ishingizni qiling. Sog'lig'ingizni undiring. Qo'lingizdan keladimi, kelmaydimi shuni ayting. Tushunarli. Latoqqa bo'lsangiz, latoqdaman deng. Sal pasaytirib beraman planingizni. Latoqlarga, hezalanglarga, ayollarga boshqa, hezalanglarga boshqa, erkaklar boshqa plan qilib 3 ga bo'lib olganman. Shuni so'ramoqchiman. Ayollarning planini qilasizmi, yo erkaklar planini qilasizmi? Yo Bajaramiz. o'rtalikda planni qilasizmi? Shuni so'ramoqchiman, uka. Bajaramiz, shef. Qani ko'ramiz. Eshitdingizmi, kechqurun mendan so'rayman dedi. Eshitdingizmi? Ha, eshitdim. Azbek akam anaqaga tashladi. Planingni. Yo siz boshqa komandasi bo'lmasangiz, qilmay qo'yaring. Yo'q, shef. Sekin-sekin chiqib oling, laytiga o'xshab. Oylik ko'r bo'lsangiz. Ya, unaqa emasmi, shef? Bajaramiz, xudo xohlasa. Bo'ldi. Tushunarli, shef. Tushunmadim. Nima dedingiz? Tushunmadim. Boshqa qaytaring nima gapingizni. Xudo xohlasa bajaramiz dedi. Yo'q. Keyingisini gapiring. Keldi-ku deyapsizmi? Ya, ana keldi deb gapirdingiz. Gapirmay tur. Hozir gapirgan gapingizni gapiring. Yo'q, men u ma'noda aytmayapman, shef. O'ntalik. Nima dedingiz? Paytga keldi dedingmi menga? Yo'q, yuzimiz yorug' bo'lyapti. Hozir sen yuzing yorug' bo'lgani yo'q. Bunaqa qilma deb aytganingni. Nima deyapsan menga? Yo'q, hech narsa deganim yo'q, shef. Sen noto'g'ri gapirding hozir. Qanaqa qildingmi? Shuni o'rtaga solayman gapingni kechquraman ichida. Yo'q, tushunarli, shef. Hozir paytga turg'inga qilma qo'y to'ta. Yo'q, shef, noto'g'ri tushunib oldingiz. Hozir bilet. Nima deyapsan sen? Bilet. Jinni bilet. Yo'q, o'rta boshda noto'g'ri tushundingiz meni. Uzr, noto'g'ri gapirgan bo'lsam.